Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Meni doimiy kuzatib, she'rlarimni tinglab kelayotgan aziz obunachilarim. Mana yana sizlar bilan o'z video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Sizlarga ikkita yozgan she'rlarimdan o'qib eshittirmoqchiman. Buni sarlavhasi ko'raveramiz degan she'r. Omon bo'lsak yashayveramiz, har xil odam ko'raveramiz, ekkanimiz o'raveramiz, goho yig'lab kulaveramiz. Kimlarnidir davlati bisyor, kimlar yolg'iz o'ziga dastyor. Shukur qilgin do'stim Olloyor, kimdir yashar bo'lib baxtiyor. Kimga davlat berib sinaydi, kambag'allar jonini qiynaydi. Boylar chertib kiyadi, och ko'z odam qachon to'yadi. Ba'zilarni keskir pichog'i, qo'li kaltani ochiq quchog'i, o'chmagaydir issiq o'chog'i, sog' bo'lsak-da ko'raveramiz. Ba'zi kimsa qilmagay shukur, undaylarni kutmoqda chuqur. Oxiratni unutmang butkul, turli odam ko'raveramiz. Mehmon bo'lib keldik dunyoga, mehmon bo'lib o'taveramiz. Kimnida qadriga yetmay, so'ng afsuslar qilaveramiz. Mo'min Umurzoq 2025-yil 11-oy 14-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga shunday yashang degan she'rimi ham o'qib bermoqchiman. Shunday yashang, sizda g'amlar bilinmasin. Dushmanlaringiz ustingizdan har dam kulishmasin. Yig'lang faqat ko'zda namlar sezilmasin. Sal narsaga bu yuraklar ezilmasin. Yomonlardan nari yuring, nafasingiz bo'g'ilmasin. Duo qiling yomon inson tug'ilmasin. Shunday yashang, haromliklar nari ketsin. G'arazliklar sizni yolg'iz tashlab ketsin. Bu g'animat dunyo ekan, shunday yashang. Dardu g'amni unutib siz kulib yashang. Bu hayotda siz yutsangiz qo'lni tashang. Halol rizqdan yuz o'girmay oshiz oshang. Siz rizqingiz yesalar ham kulib yashang. Bu dunyoda mo'min bo'lib shunday yashang. Mo'min Umurzoq 2025-yil 11-oy 13-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga futbol ishqibozlariga atab, futbolchilarga bir ilhom kelib she'r yozdim. O'zbek futbolchilari uchun o'zbek futboli deb nomlangan bu she'rni sarlavhasi. Gol bo'lsa zo'r futbol, gol g'alabaga yo'l. Jahonga chiqsin o'zbek futboli, o'yinchilarni bo'lsin zo'ri. Bayrog'imizni ko'kka ko'tarsin, baletchiklar ham olqishlar aytsin. Har dam o'yinda g'olib qaytsin, o'zbek futboli mag'lub bo'lmasin. O'yinchilar ham chaqqon bo'lsinlar, yutuqlaridan ko'ngli to'lsinlar. Gol bu bizning futbol, o'yinchilar ham bo'lsin-da eng zo'r. Olqishlar bo'lsin o'zbek futboliga, omad tilaymiz bizlar o'yinchilarga. Mo'min Umurzoq 2025-yil 19-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Xonadoningizda hamisha fayz baraka, tinchlik, totuvlik arimasin. Sog' salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.